Ana endi Alloh hadis qudsiyda aytadiki, menga bandan farz qilgan amallarda qangi yaqin bo'ladigan boshqa amali yo'q deydi. Ya'ni birinchi o'rinda farzga juda mahkam turaylik. Chunki hayotimizda nimalar farz, buni o'qiylik va o'rganaylik. Farzlar bor. Namoz uning ichida farzlar bor. 12 ta farz. Tahorat farza, uning ichida 4 ta farz bor. G'usl farza, uning ichida farzi bor 3 ta. İçidagi ham bor-da, uni nomini bilib olish, namozi farz bo'ldi. Uni tashqarida farzi bor, ichida farzi bor. Bu kiyim pok bo'lishi kerak, badan pok bo'lishi kerak najosat narsalardan. Joyimiz toza bo'lishi kerak. Keyin hali aytilgan tahoratimiz bo'lishi kerak. Xudo Qur'onda tahoratni alohida aytgan. Namoz o'qimoqchi bo'lsang, qo'lingni yuv, betingni yuv, oyog'ingni yuv, boshingga mas tort degan. Endi mazhablar hukmlarni olgan, undan bizni Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabimizda 100 uni miqdori aytilgan. Soch chiqqan joydan jodi tagigacha yuviladi. Emmachasiga mo quloqni ikkita chiqqan mo teshik tepasidagi bufercha bor. Shetgacha yuviladi. Shu ko'zlarni mo teshiklari, burunni muqroqlari bilan bukilgan joylarni ishqa yuboriladi. Qoshni ham alohida ishqa yuborishlik mustahab, chiroyli amal. Mo'ylov bo'lsa mo'ylovni, soqoli oz bo'lsa taglarini, soqoli ko'p bo'lsa xilol qilish misol. Qo'l mo'chig'anadi ikkita suyaychasi bor, qo'shib yuviladi. Bizning mazhabda oyoq bu bilsanang tovonni tepasida ikkita suyay bor, oshiq, to'fiq deydi. Shuni tepa tugagan joygacha yuvish kerak. Barmoqlar tuflida yurgancha yopishib qoladi barmoqlar. Shuning uchun barmoqlarning orasiga tirnoq, barmoqni kirg'izib xilol deydi bu. Rasululloh aytganlar, tahoratda xilol qilgan ummatimi barmog'ini orasiga do'zax o'ti kirmaydi deganlar. Bu degani shu qo'l do'zaxga tushmaydi degani. Shu qo'l degani qo'lni o'zi emas-da, qo'lni egasi tushmaydi degan. Shuni qilib qo'yishimiz bilan. Qilib qo'yishgan nimaga? Chunki bu qo'llarning orasi yig'ishtirib